Bazen yozda do'l yog'ar, qishning bu yonida. Ba'zi dalal qoldirar dushmanning diyonida. Tug'ishgandek bo'lolmas, aka-ukadek bo'lolmas hech kimsa, ammo alam yar qo'ynida o'sgansa akaning tarovati, xotin olgach o'zgarsa farzandning tarovati. Har bir erkaklar shu kunga tushib qolishdi o'zsa maqsadda. Amin. Tug'ishgandek bo'lolmas hech kimsa, ammo alam yar qo'ynida o'zgarsa akaning tarovati, xotin olgach o'zgarsa o'g'ilning tarovati. Moling bo'lsa qo'lingda, davlating ko'p bo'lsa agar, do'stiyar ham ko'p bo'lar, ko'p bo'lar. Agar bo'lmasa hech vaqam o'sgiting hatto qoparay oyog'ingdan qopar. Ko'rmadim mana shu jahonda, ko'rmadim ushbu jahonda aslo rozi bo'lgan diye, aslo rozi bo'lgan diye. Himmat qilib qo'y bersang, himmat qilib qo'chqor bersang, noshukr yana arqon so'rar. Qadim zamonda, o'sha 1000 yil avvalgi zamonda hukmdor podsho o'ylanib o'tirib, xalqim meni haqiqatan ham yaxshi ko'rarmikin yoki mendan qo'rqqanidan meni hurmat qilarmikin deb xalqini sinash maqsadida xalqiga osh go'sht berib, mehmon qilib, yana har bir kelgan mehmonni qo'liga bittadan qo'ydi berib, sizlardan Alloh rozi bo'lsin deb kuzatib, o'sha shaharda bir markaziga ko'prikka borib o'tirib, eski kiyimlarni kiyib, xalqim nima deydi deb kuzatib o'tirsa, bir aka qo'lida qo'yi bilan kelib qolib, birisini qo'yi qochib ketsa, ikkinchisi yordam beraman deb, ikkinchisini ham qo'yi qochib ketib qolib, keyin eplab qo'yni ushlab o'tirib, aka qara, hukmdorning paxilligini qara. Qo'yni berishga berdi-yu, bir qarich arqonni qizg'andi degan ekan. Ko'rmadim mana shu jahonda, ko'rmadim ushbu jahonda aslo rozi bo'lgan diye. Himmat qilib qo'y bersang, himmat qilib qo'y bersang, noshukr arqon surar. Qayga boqmay bir yomon, bir yaxshiga bor tayyor. Samimiylar zulmatda, samimiylar zulmatda, izzatda, hurmatda hamon tayyor.